87. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: La tusahib illa mu'minan ve la ya'kul ta'amaka illa taqi. Mümindan başqa hech kim bilan do'st bo'lmag'in va taqvodardan boshqasini tamoqlandirmag'in. Do'stlik degan nihoyatda muhim masaladir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadiste mundaq degan: Al-mar'a ala dini khalili. Adam balası özünün yakın dostunun dinide buludu. Onundan başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaxshi do'st bilan yomon do'stning farqi atir xushpuroqlarni sotadigan odamning yonida turish yoki to'mirchining yonida turgan bilan selishtirdi. Agar xushpuroq misk atirlarni sotadigan odamning yonida tursang, sanga bir nim sovg'a qiladi yoki uningdan bir xushpuroqlarni setib olsa, eng bo'lmaganda bir xushpuroqlarni chechib qo'ysa, seningdan yaxshi puroq chiqib turadi deydi. Agar to'mirchining yonida tursang, uning tonosidan chiqqan uchqunlar kiyimlaringni kuydiradi. Ya bo'lmasa uning yonida islashib sisiq puroqni sezasan. Ve Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da La tajidu qawmen yu'minuna billahi ve yevmil ahir yuvadduna men haddallahu ve rasul deydi. Allah'a ve kıyametki iman keltirgen adamlarının arasında Allah ve onun elçisiga qarşı çıqqanlar bilen dost bo'lganlarni ko'rmaysan. Yani Allah'a ve kıyamet günge iman keltirgen müminler hiç qachon Allah'a qarşı çıqqan adamlar bilen dost bo'lmaydi. Zuhruf surasida Allah subhanahu wa ta'ala mundaq deydi: Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Bir-birini yaxshi ko'rgan do'stlar qiyomat kuni bir-biriga dushman bo'lib chiqadi. Illal muttaqin, taqvodorlardan boshqalar. Bu oyatning tafsirida yaxshi do'st yaxshilikda, taqvodorlikda yordam beradi. Yaman gunohkor do'st bo'lsa, yomonlikda, gunohlarda yordam beradi deydi. Allah subhanahu wa ta'ala Maida surasida Ta'awanu alal birri ve taqwa ve la ta'awanu alal ismi vel udvan. Sizlar bir-biringlarga yaxshilikda ve taqvodorlikda yordam beringlar ve bir-biringlarga gunohlarda ve düşmanlikda yordam bermanglar deydi. İbn Abu İmran mechitga kirib Abu Zarning yolg'izlikda o'tirayotganligini ko'rdi. Ondan keyin yeniga kelib, sen nimishki yolg'izlikda o'tirasan deganda, yolg'izlik yomon odamlarning orasida bo'lishdan yaxshi, biroq yaxshi odamlarning orasida bo'lish yolg'izlikdan yaxshi deb javob berdi. Yaxshi taqvodor odamlar bilan do'st bo'lgan odamning uysida mehmonlarimi taqvodor bo'ladi ve uning tomog'ini taqvodorlar yeydi. Agar yomon odamlar bilan do'st bo'lsa, Allohga bosh egmaydigan gunohkor odamlar bilan do'st bo'lsa, mehmonlarima shu odamlar bo'lar.